uydan chiqyapsiz-ku, uydan chiqayotgandagi eng muhim duolardan yana biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Salama onamiz rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har doim uylaridan chiqayotganlarida, xonadonlardan chiqayotganlarida osmonga qarardilarda, ushbu duoni aytardilar. Bu duo hamma sunanlarda kelgan. Abu Dovudda, Imom Termiziy, Nasoiy, Ibn Mojah hammasida kelgan bu sahih hadis. Qarang, buni yodlab oling. Allohumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Biroz uzun tuyuladi, lekin takror qilsangiz yodlab olasiz. Qarang, buni ma'nosini aytamiz. Allohumma degan ey Allohim degan. Inni a'udhu bika, men sendan panoh so'rayman. Nimadan panoh so'rayman? An adilla, adashishdan panoh so'rayman. Ya'ni to'g'ri yo'limdan adashib qolmayin. Men chiqyapman, mana uydan chiqayotganlarda adashishdan panoh so'rayman. An adilla aw udalla, yoki adashtirilishdan panoh so'rayman. Inson o'zi uydan chiqqandan keyin odamlar bilan muomala qilishga kirishadi. Muomala qilishda yo inson o'zi adashib qolishi mumkin, yoki kimlar tomonidandir adashtirilishligi mumkin. Shuning uchun ham mo'min kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashib, albatta mana shu duoni qilsa, shu narsalardan himoyalanadi. Mana Allohumma inni a'udhu bika an adilla, adashib qolishimdan, aw udalla yoki adashtirilishimdan, aw azilla aw uzalla. Aw azilla degani toyib ketishimdan. O'zi zalla degan inson oyog'i toyib ketadi-ku bilmasdan. Aw azilla ya'ni bilmasdan bir xatoga yo'l qo'yib qo'yish, yoki aw uzalla yoki toydirilishimdan. Kimlardir tomonidan meni toydirilishidan Allohdan panoh so'rayman dedi. Aw azlima aw uzlama. Aw azlima yoki zulm qilishimdan yoki menga zulm qilinishidan sendan panoh so'rayman. Men ham hech kimga zulm qilmay, men ham hech birorta odam tomonidan zulmga uchramay deb duo qilinadi. Yoki aw ajhala aw yujhala alayya, yoki menga johillik qilinishidan, johil ya'ni johilona menga muomala qilinishidan yoki men johilona birovlarga muomala qilishimdan panoh so'rayman. Men o'zim johilona odamlar bilan muomala qilib qo'ymang yoki odamlar menga johilcha muomala qilmasin deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qildilar. Buni yodlab oling, ma'nolarini aytsangiz ham bo'ladi. Yana bir sira o'qiyman, eshitib turing. Allohumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya.